Mana bu bizni qahramonimiz. Qo'lga tushdi. Bu mana 15 dan ziyod jo'jalarimni yegan. Ayoqdan tog'larim yuribdi. Tog'lardan 5-6 tasini qirib yuborgan. Endi bu adashgan jigarbandimizni nima qilamiz endi? So'yib o'ldiraymi, otib o'ldiraymi? Nima qilay? Bu jo'jalarni ham hayotga yashashga haqqi bor edi-ku. Faqat sen yashashing kerak. Payg'ambarimiz mushuklarni silagan ekan, siylagan ekan. Men senga endi eng og'ir jazoni beraman. Vijdoning qiynalib yursin. Bir umr vijdoning qiynalib yursin. Eng og'ir jazo senga. Qoch qizim. Ne tushibdimi? Tushgan bu. Qopqon. Ochmoqchimisiz? Buni endi qaytib kelma bu yoqlarga. Senga javob berib olaman. Ana, ketdi. Bo'ldi, qaytib kelma. Keladi baribir.